Assalomu alaykum. LIFO pattern bo'yicha gaplashamiz. Nimagaki buni uzunroq qilingani last in first out bu JavaScript arxitekturasida ishlatilgan patternlardan biri va ko'plab joylarda ishlatiladi. O'shaning uchun birinchi haqiqiy hayotda buni analogini ko'radigan bo'lsak, haqiqiy hayotda aytaylik bizda sklad bor, skladning ichida kir mashinlar bor, kir mashinallarda misol uchun skladda 4 ta bor. Shu 4 tasi joy kamroq olish uchun vertikalga taxlanadi va birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi torrentsi va klient sotib olganida torrentsini olib chiqib ketadi, ya'ni to'rtinchi qavatdagisini. Chunki eng pastidagi olinmaydi-da. Xuddi supermarketga kirib nima edi, piramida ustida kolalarni tagrab qo'yishadi, eng tagidagini olsangiz hammasi yiqilib ketadi. O'shaning uchun tepadagidan olinadi. Bu ham xuddi shunaqa, ya'ni oxirga qo'yilgan birinchi bo'lib olinadi. Ya'ni last in first out. Shunaqa olinadi va bu joyda bizlar ko'rib kelsak bo'ladi. Call stack da ishlatilgan, ya'ni bu arxitekturasida call stack nima qiladi? Stacklarni chaqiradi. Stack bu JavaScript execution'ni o'zi va shu ichidagi funksiyalarni hammasini ishlatish uchun stackga o'zi rekursiv tarzda chaqiriladi. Ya'ni ichida yana boshqa funksiya bo'ladigan bo'lsa, yana bitta stack ochib unga beriladi. Chunki nima? Stack o'zida o'sha JavaScript execute qilish uchun declaration, execution bor. Shunaqa stack bo'yicha to'liq video pastda linkini qoldiramiz. O'zi oldin qilingan, bu haqida to'xtalish niyati yo'q, lekin patternni tushunib olsak, nima qilinadi? Birinchi asosiysi olinadi, ya'ni asosiy parent file ichidan qilinyapti va square degan funksiya ishlatildi. Square degan funksiyani qo'shadi, ya'ni uni ustiga. Chunki parentda turgan bo'lsa, square ishlatyapti, uchun alohida stack ochildi va u stack o'chib ketmasligi uchun parentda turish kerak. Chunki parentning ichida bo'lib turgan narsalar. Square ichida to'g'rilar tomon topish kerak va shuning uchun square ichiga raqam berildi 2. Shuni 4 ga ko'paytirish kerak bo'ladi. Va multiple funksiyasi ishlatiladi. Multiple alohida funksiya bo'lgani uchun u yoqqa ham alohida stack ochiladi, ustiga qo'yib qo'yiladi. Xuddi shunaqa. Ana endi uni tepadagisi ishlab bo'lgandan keyin olinadi. G'ish birma-bir olingandek olinadi. Square ishlab bo'ldi. Keyin ular multiple ishladi, square ishladi, keyin mainni o'zi qoladi, keyin mainni o'zi ham o'chib ketadi, chunki u ham ishlab bo'ldi. Shunaqa birma-ten taxlanib, tepasidan borib olinadi. Xo'p, keyin buni mana bu joyda ko'rsak bo'ladi, ya'ni call stack qanaqa o'sha hozirgi patternimizda ishlab turgani. Birinchisi parent, bu anonymous, chunki funksiyaga nom berilmaydi. Anonymous tarzda, keyin do it, ya'ni qaysidir funksiyamiz u ishlayapti, ichida do it one ni chaqiryapti, ya'ni mana bu do it first shuni chaqiryapti. Bu ishlab bo'lgandan keyin do it o'zi qoladi, ya'ni oxiriga qo'shilgan oxiriga chiqib ketadi. Buni qanaqangi arxitekturalarda ishlatiladi, ya'ni qanaqadir proyektlarda, misol uchun editor qilinyapti va editor qilinib turgan vaqtda o'sha editorni o'zini aytib oladigan bo'lsak, undo degan funksiyasi bor. Shu undo degan funksiyasi nima qilish kerak? Oxirgi bo'lgan elementni orqaga qaytaradi. Oxirgidan boshlab orqaga qaytaradi. Shuning uchun oxiriga kirgan birinchi chiqib ketadi. Shunaqa. Browser navigationda ko'rishimiz mumkin. Biz aytaylik birinchi main page ga kiramiz, main page dan keyin katalogga kiramiz, katalog ichidan subkategoriyaga kiramiz, subkategoriyaga produkt ichiga kiramiz. Orqaga boshlaganda oxirgi amal qaysi edi? O'sha product page edi. Product page dan subkategoriya page ga o'tadi. Yana orqaga bosilganda, back button bosilganda katalog, yana bosilganda keyin main page ga o'tadi. Yana bosilganda o'sha home page ga qaytib qoladi browserda o'zi. Bu yerda ham shunaqa LIFO patternni qo'llangan. Shunaqa, ya'ni bunaqangi narsalar ko'p bo'lib turadi, ya'ni ishlatiladigan joylari ko'p. Shu proyektlarda va shu pattern asosida quriladi ko'p narsalar. Rahmat, salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin.